Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar, hurmatli kuzatuvchilar. Mana bizni arkadaşımız Jo'ramiz Turkiyadan bu akamiz bu mana shu makinani har xil 100 xil turdagi matoni ishlash variantini qilib beraman deyaptilar. O'zlari abi Her tür materyal yapıladı. İki itlik, süprem, lakos, kulirka, king, kaşkorse, rivana, interlock, double face, hemen narsalar yapıladı. siz agar tushunmagan bo'lsangiz tushuntirib beray. Hammasini qilib beraman dedi. Men ismlarini agar biladiganlar o'zi bilib oldi. Xuddi shu mashinada mana hozir chiqadigan narsalar ham yomon emas. Juda ham yaxshi motorlar chiqyapti. Inshaalloh kerak bo'lsa biz sizning yordamingizdami? İnşallah. Ko'rishamiz.